Assalomu alaykum. Mevali bog' kanalimizni kuzatuvchilari, YouTube platformamizda hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, 31-mart bog'imizdamiz. Yosh bog'imizda 3-yili. Hop, sizlar bilan nima masalada bugun mavzuni yoritishmoqchi bo'ldim. Mana hamma katta kichik, eski yangi bog'bonlar uchun, ayniqsa yosh ko'chat ekkanlar, yosh bog' yaratayotganlarga taalluqli. Mana har kuni kunlasha kuzatib kelamiz bog'imiz nimaligini, o'sish qanday ekan, kasallik tushmayaptimikin degan fikrlar bilan baribir kunda bog'ni ichida uyg'oqlashamiz, mehnat qilamiz. Shu mart oyini 20-dan bilan mart oxirigacha yangi ko'chatlarda o'sish jarayoni mana shu ahvolda bo'ladi. Ayniqsa bizniki endi mana bodom tariqasida ko'rsatamiz. Endi bu narsa qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, olma bo'ladimi, shaftoli bo'ladimi, behi bo'ladimi, hamma ko'chatlar ham mana shunaqa 2 yosh, 3 yosh bo'lgan davrda mana shunaqa holatda o'sishni boshlaydi, har bitta kutadan. Endi birinchi masala, shu oldin qaysidir ustozlar aytib ketishdi, YouTube kanalida ko'rganlar bo'lsa, kitalarni kitalash, tushirib, keraksizlarni tushirib, yuqalab tushirib, cheris qilib uni ko'rsatishdi. Endi bachkilash usulini ham esdan chiqarmasdan ko'rib o'tishimiz kerak ekan. Bachkilash mana shoxlarni, ayniqsa bodomda ham kesilgan joylarda mana chiqadi. Ikkitadan chiqayapti, yana chiqayapti yana. Ayniqsa uchlaridan ham bitta 5talab, olmada ham, shaftolida ham, bodomda ham 5-6 yoshli bodomlarda ayniqsa uchlari 5ta shoxlar qalamchaday, flomasterday bo'lib o'sib ketadi, mana shunaqa qo'yib bersa. Shularni mana shu mart oyini oxirigacha ularni hozir qo'lda olsa ziyoni yo'q, ko'chib tushaveradi mana. Tagiga ziyon yetmaydi. Agar bular bir qarich o'sib qolsa, novdachaga aylanib, qayirib ko'chirish ham qiyin. Qovoq qotib, keyin tagini yulib chiqqandan keyin tagiga ziyon ham yetadi. Hozir mana ustida qolyapti. Kattaroq shox bo'lib qolsa, bularni tagidan o'yib chiqadigan bo'lib qoladi. Ko'pchilik biladi, e'tibor berishgan. Shularni shu davrda mana shunday qilib bachkilab qo'yish. Bog'da aylanib yurganda buni dasyar bolalarga ham, uydagi yosh yoppasiga aytsa, qarab chiqsa bo'laveradi. Masalan, hammalaring o'zlaring uspet qilmasliklaring mumkin, boshqa ishlar bilan band bo'lib, buni masalan mana ko'rsatib qo'ysangiz, uyda dasyarlar bir qatorga qarab chiqadi birpasda. Mana qarang, oralikda mana hozir qancha zich. Shularni ham mana oralikdagilarni tevaga ketgan pastga qaraganda olib shahmat qilib, mana yo'parasidan yo'para qo'ymasdan mana shahmat qilib qo'ysak shoxlarni pastgisini olamiz, buni olamiz. Mana shu ahvolda qo'ysak shoxlar holanhor bo'ladi va oshiqcha kuchlarni kerakli joylarga, kerakli shoxlarga beradi. Kitalash usulida ham shuni qilsa bo'ladi, ertaroq martda boshidan. Buni Shuhrat Abrorov gilos ko'chati bog'ida ko'rsatdi. Shoxlarni qisqartirish, zichliqni
kamaytirish, hosildorlikni oshirishga keladi natijasi. Ortiqcha kuchlar sarf bo'lmasdan deb. Mana men bir tupmani bir tup ko'chatni misolida ko'rsatay. Hammasida bor bunaqa narsa. Ayniqsa kesgan joydan chiqqanlari o'ta sovuruvchan bo'lib tez rivojlanadi. Ichkariga. Mana ichkariga ketyapti bari ko'pi. Bodam ham juda ser shoh narsa bo'ladi. Bu toza o'simlik sifatida kiradi. Shuning uchun ayniqsa bodamni ham shu paytda olmasak, boshqa mevalarni ham shu paytda olganimiz yaxshi. Bo'lmasam yozga kesish qilamiz. Aprel maydan keyin yarim metr o'sib qoladi. Mevalarga salqin qilib qoladi. Mana ko'ryapsizlar, olib chiqyapti. Yashil kesish qilib. Unda qolib ketganlarini kuzga borib shoxlar qatqandan keyin kesib olyapmiz. Shuncha energiyani besamara yo'naltirib olib shoxlarga keyin kesib tashlayapmiz. Shuni mana shu yoshligida ancha 50% yordam bo'ladi shuni qilib qo'ysak. Ham ko'chat shoxlariga oshiqcha uğraş kerak. Mana kesganlarni uzun kesib qo'yibdi, yaqin kesib qo'yibdi degan gap bo'lmaydi. Mana navbatdagi badam ko'chatimizga o'taylik. Kesilgan joydan jup chiqyapti. O'rtoqlar, endi bir eslatma, tavsiya bu. Kim qanday qabul qiladi? To'g'rimi, noto'g'rimi? Do'stlar, kesilgan joydan chiqqan shoxlar, bachkilar mana bu yonga chiqyapti. Lekin bu yerga yaqinlik qiladi, kerak emas. Mana shu tarzda 2 yosh 3 yosh ko'chatlarda qaysidan bo'lishidan qat'iy nazar ko'rib bachkalab qo'ysak, endi bu ham bir tajriba sifatida qilinyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi mavzulargacha sizlardan like, manfaatli bo'lsa obuna bo'linglar, yaqinlarga ulashinglar. Va mana Suxrob agronomni tavsiyasi bilan quruq yerga gerbitsid sepdik. Mana sarg'ayishni boshlabdi. Zarpichoqlarimiz 3-kun natijasini kuzatyapmiz. Qanchalik ta'sir qilar ekan. Yerimiz endi yomg'ir qor bilan 70-80% namligi bor uchun sepaverganmiz. Asosan gerbitsidni suv qo'ygandan keyin namlikka sepishadi deyishadi.
Katta bog'larda hozir uni iloji yo'qligi uchun quruq holatda sepishyapti. Qatorlar orasidagi o'tlarni o'ltirish uchun. Hozir buni ham tajriba sifatida qildik. Mana sarg'ayishni boshlabdi. Yana 2 kun, bir haftada ta'sir qiladi degan. Yana 3 kun kutamiz. Omon bo'linglar.